Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki babında bugün nayet muhim bizim hazırkı peytimizge münasip bolgan bir ders hadis bayan kılınmatıda o bolsunma Kadir keçisi kıyamda turuş bu imanın cümlesinden dedi. Şimdi bu iman münasebetlik bablarını başta dep ötüde mesela salam, ne aşkarlaş, tarıqteş bu imanın cümlesi dep. Demek bu yaxşı ibadetlerini ki hemmisi iman dairesi kirdiğan şey imanın ki kuvvetini aşırdıgan emellerden yani bu mu yani iman dairesi kirdiğan işlerden dep şuna bu babını koyavatıdı. Ondaqda Mişqa bu namlı Kadir keçisi deyimiz. Yani bir neçe xil göz qarashlar oturup koyulgan. Mesela cümleden periştiler şu keçisi, şu kişilerinki jil içinde boladigan, onlarınki eceli, rizqi, türlük iş faaliyetlerini yezip çıkıdı dep mandam qaralgan. Şuna bunu Kadir keçisi deyimiz dedi. Yani bir kısım göz qarashda bu kecha yoki bu kun eng naytı qadri sharifine ait ulug' bo'lg'achqa degan qarashim bo'lgan. Yani birisi mushu vaqtlarda mush Kadir kechasida güzel ibadetlarni, yaxshi ibadetlarni qilgan odam nayt qadrlik, ulug' bo'ldigan bo'lg'achqa deb qaragan. Bundan boshqa bu kuni qilgan ibodat boshqa vaqt qilgan ibodatdan darajasi o'shiq katta, hamda hasilab bo'ldigan bo'lg'achqa shunga buni qadrlik degichilar bo'lgan. Bu qarashlarniki hammasi bir-biriga nayt mukammallikni to'liqlaydigan bir qarashlar. Endi bu vaqtlar qachon desa Kadir kechasininki ulamalar bu vaqt nayt nurg'on ixtilofli bo'lgan. Buning ichida nayt eng ishonchlik bo'lgan qarash asosan shu ko'p degan sahobalar 27-kecha degichilar bo'lgan. Ba'zilar taq kechininki hammasini izlash kerak, ba'zilar jup kecha, ba'zilar hatta Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Ramazonning hammasida Kadir kechasi deb bundan qaragan. Endi Kadir kechasi Ramazonda bir yil ichida Ramazonda bir qitim Kadir kechasiniki bo'lganligi muqarrar. Ulamalar buningda birdek itibaqliga ega. Biroq bu yoshirin maxfiy sir tutilgan. Buning sir tutilishining sababini Imom Zamaxshariy rahmatullohi alayhi sifatlab mundaq degan. Balkim bu Kadir kechasi nimishqa maxfiy tutilgan desa, shu kechini izlash uchun mu'minlar, musulmonlar ibadetlerini köp qilibilishni maqsad qilinib, ma'lum bir kun gilam yo'lni olmay, tayini olmay, Ramazonning hammasi degandek, masalan, yoki shu oxirgi kechalar degandek, shu kechini izlash uchun ibodatlarni davom etib olsin, ibodatlar ko'payib olsin degan maqsad qilingan deyilibdi. Bu Imom Zamaxshariyninki bu so'zi nihoyat o'rinli holatda deyilgan bu jihatda. Yani bu kechida qildigan mesela qiyam degan nima deganda ulamalar bu shu kechini ibadetlarni ihyo qilish yoki Qur'on o'qish, yaxshi ishlarni qilish, zikr, tasbih degandek maqsadlarni bayon qilib o'tabdi. Lekin buning ichida eng kuchli, eng maqsadli bo'lgan qarash namoz o'qish orqali shu namozning ichida Qur'onni ko'proq o'qish maqsad qilingan. Shu orqali qandan bu kecha ham ihyo bo'ladi, ham shunaqli qiyommo joyida ada tapkan boladı. Şunlar endi Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullahi alayhi şu 35. bu hadiste şunaq dedi bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi dedi. Abul Yamanning tarjimasi o'tdi. Ondan boshqa bu odam dedi bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi dedi. Shuaybning tarjimasi o'tdi bu kishiniki. Ondan boshqa bu odam dedi bizga Abu Zinad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Abdullah ibn Zakwan. Abu Zinad A'rajdan dedi. A'rajdanki tarjimasi o'tdi. Bu kişi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'la bu emmelerine tercümalı başlığı tep oldu. Bu kişi deydi o Peygamber aleyhissalatu vesselam şundak diyen kim Kadir kişisi kıyamda tursa deydi. Şu keçini yaxşı ibadetler bilen ihya kıysa birinci şart, iki şart var. Birinci şart iman etkan halette. İşenç kıygan halette. Yani bu iman şart. Bunun da. İkincisi savabını ümit kıygan halette. Avval qiyamda turishdan burun savobni cho'qim umid qilish kerak. Savobni qalbni savobga bog'lash orqali qalbda bir savobiy huzurini, shu bir savob umid qilgan bir huzurni qalbda hozirlash kerak-da. Bir qism ibodatlarga oldin savob shart qilinmaydi. Masalan, samaviy balay afatlar va insonlar mu'minlar qildigan bunu mesela niyet kılıp cümeydi. Niyet kılmazsa bu bivasite savab buludu mesela.
bir yoki masalan ma'lum bir sabablar tufayli o'lib ketgan bo'lsa degandek bu ish bo'lgandan keyin hamda bundan da savob umid qiladi. Lekin ammo qiyamda turdiganda Qadr kechasida cho'qim buni o'rindashdan burun savob umid qilish kerak. Qalb bog'lanish kerak. Bu yerga ihtisob degan kalima niyatdimi bir daraja yuqoriroq turdi. Niyatda umum niyat kifoya qilgan bilan ibodatda. Bu yerga ihtisob ma'nosi shu qalbni shu paytda yoki shu qiyamda turgan vaqtida yoki qiyamdagi niyatda qalbda shu savob umid qilishdan iborat bu tuyg'uni hozirlash kerak. Bu shart bu. Shunda qilgan vaqtida bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi dedi. Bu yerdagi gunoh umum jihatdan har qanday gunohni o'z ichiga elish kerak. Ammo masalan insonlarniki yoki boshqalarniki bu odamda haqqi bor. Masalan g'ayvat qiliqlik yoki undan boshqa tuhmat qiliqlik va yoki iqtisodiy muomalalar degandekchi. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda bu buning sirtida. Bu cho'qim shu husumat ahli bilan o'ziniki ustidagi haqqini ado qilish orqali ondan buning gunohi kechirilish shart qilingan. Ammo bundan boshqa Xudo bilan shu inson orasida bo'lgan har qanday gunoh inshaalloh kechiriladi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 35-hadisini bayon qilib 36-hadisda jihad to'g'riliq bir mazmun o'tib ketdi. Ya'ni jihadmi iymon qatoridagi amallar, ya'ni iymonni to'liqlaydigan bir fazilatlik ishlar deb qarab, shu Ramazon qiyomatidan keyin bu hadisni keltiryapti. Sabab nima degan vaqtda Qadr kechasi bo'lgan vaqtida kechida odam nurg'un nafs bilan kurash qiladi. Kurash qilish orqali shu kechni odam uyqudan bedor holatda o'tkazadi. Nurg'un nafsiy kurash ketadi. Shunga bu jihadnimi bu yerda bu hadisning oqisida jihad haqidagi hadisni keltiryapti. Chunki jihadda nihoyatda zo'r qiyinchilik, jafo, mushaqqat bo'lg'achqa ikki hadisni biriga bog'lab eklayapti. Bu 36-hadisda shunday deydi Imom Buxoriy. Bizga Haram ibn Habs degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining ismi Haram ibn Habs ibn Amr al-Atki degan mazmunda o'zi Basrda yashagan odam, Imom Buxoriyning ustozi. Şu İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bu odamda bu hadisni rivoyat qilyapti. Abu Davud, Imom Nasai qatorliq kishilarmi bu odamdan vositalik holatda hadis rivoyat qilgan. Bu odamniki 223-yili yoki 226-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdulvahidning ismi Abu Bashir Abdulvahid ibn Ziyad al-Basri. Bu kishi Basrda o'tgan. O'zi Saqfi deb nom bilan mashhur. Saqfi degan o'zi shu Saqif qabilasidan. Ulamolar bu kishiga ishonchlik degan bahoni bergan. Masalan Ibn Sa'd rahmatullohi alayh ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik odam deganda bu odamni 167-yil o'lib ketgan. İmam Buxoriy va Imom Muslim qatorliq kishilar bu odamningki hadislarni o'z kitoblarida bayon qilib o'tgan. Bu odam deydi bizga Umara hadis so'zlab bergan edi deydi. Umaraningki ismi Umar ibn Qaqqa ibn Shubrama. Bu odam o'zi ishonchlik deb sifatlangan Imom Yahya ibn Ma'inning so'zi bo'yicha. Bu kishidan Sufyon as-Savri, A'mash, masalan Sulaymon ibn Mihron qatorliq ulamolar hadis rivoyat qilgan. Bu odamningki bu hadislari yaxshi hadis deb qabul qilingan kishilar qatorida. Bu odam deydi bizga Abu Zur'at ibn Amr ibn Jarir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Zur'aningki ismi Abdurrahman, Amr yoki Ubaydullah degan turli ixtiloflarda bayon qilingan. Bu kishi eng mashhur qo'mondan sahoba Jarir ibn Abdullah al-Bajalining nevrisi bo'ldi. Bu odam o'zining cho'ng dadasi Jarir ibn Abdullah al-Bajali va Abu Hurayra qatorliq sahobalardan anlagan bu hadislarni. Bu kishi deydi hamda nima Yahya ibn Ma'in deydi ishonchli odam edi deb shunaq degan. Undaqda Abu Zur'a deydi men Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilgan bir mundaq bir hadisni anglagan edim dedi. Payg'ambarimiz shunday debdi-da. Allah yo'lida, o'z yo'lida jihadga chiqqan, urush chiqqan, g'azotga chiqqan odamga savob berish uchun oldirab ketadi dedi Allah. Nima deb deganda Allah demoqchi-da bu yerda. Bu bendam dedi. Jihadga chiqishninki sababi bu bendamning. Bana birinci işinip İkinci peygamberlerimni tasdiqlab dedi. Shularningki elib kelgan vahiylerini, peygamberlikni tasdiqlagan holatda Xudoga ishongan, Allohga ishongan holatda chiqdi jihadga.
Şunun için bu bendige savap berishga Allah oldirib ketyapti. Endi bu bende cihatga chiqqan vaqtida yoki ajr ilib qaytidi, g'azi bo'lib, yoki g'animat ilib qaytidi, o'lja ilib, yoki o bendemni cennet kirgizme deydi. Yani shahodat bilan demoqchida. 3 xil manfaat bor. Biri ajr ilib qaytish, yana birisi mol dunyo o'lja ilib qaytish. Agar shahodatga nisb bo'lsa, cennet bilan mukofotlash. Peygamberimiz bu so'zdan keyin o'zining so'zini qilyapti-da, agar mening ummatimga qiyinchilik tug'dirilmaydigan bo'lsa, men har qanday qo'shindan qilib qolmaydim, har qanday urushga boratdim, qilib qolmaydim deydi. Yani bunda deyişe hem de ümmetkin ayeti davamlıq bo'lib, farz xarakterlik belki, davamlıq qilmish bo'lmaydigan farz xarakterlik bo'lib qolmasa demoqchida. Men Allah yolida öldürülüp şehit bo'lsam, ondan yana tirilsem, yana öldürülsem, yana tirilsem, ondan yana öldürülsem deb men shundoq orzulab ketman. Shundoq bo'lishdi, shundoqmi? Ben ko'p yaxshi ko'rma deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.